Hozir sizlarga dadajonim bilan birga turetskiy baklavani tayyorlanishini ko'rsatamiz. Boshladik qizim. Birinchi ishimizni yong'oqni maydalashdan boshlaymiz. Ona qizim. Boshladik unda dadajon. Boshladik. Yong'oqni maydalab oldik. Endiga navbat 400 gram saryog'ni eritib olamiz. Saryog'imizni gazga qo'yamiz va yaxshilab erib olguncha. Mana qizlar, saryog'imiz qaynab chiqadi va ustida ko'pik hosil qiladi. Shu ko'piklarini olib tashlaymiz. Saryog'ni idishga bo'shatib olamiz. Qolipimizning razmeri 30 diametr qizlar. Shu etapda 3 qavat xamirni yog'lab surib olamiz. Har 3-4 qavat xamirdan so'ng yong'oq sepamiz. Yong'oqning ustidan qandonchida ham sepamiz. Endi buni dadajon 180 gradusda 40-45 minutda pishirib olamiz. Sizlar baklavani sirupini tayyorlaymiz. Idishga suv, hamda shakar solamiz. Va chimdim limon solamiz. O'rta olovda 7-8 daqiqa qaynatib olamiz. Tayyorlagan sirupimizni pishib chiqqan baklavalarni ichiga quyib chiqamiz. Mana qizlarjonlar, turetskiy baklavamiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Retseptini izohlarda qoldiraman.